Abdullohning amakisi uning kiyimlarini yechib, yirtib tashlagach, yarim yalang'och holda yo'lga chiqdi. U Bijad nomli mato topib, uni ikkiga bo'ldi va o'sha bilan ustini yopdi. Abdulloh Rasululloh uchun hamma narsani, uyini, mol-mulkini, hatto ko'ylagini ham tashlab ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga musofir holda yo'lga chiqdi. Yarmi yirtilib ketgan Bijad matosini egniga ilib olgan edi. Rasululloh Abdullohdan o'zi haqida va kiyib olgan matosi haqida so'radilar. Ey Allohning rasuli, men Bani Muzayna qabilasidan bo'lgan yosh yigitman. Islomni qabul qilganimni bir necha yil berkitib yurdim. Oxiri sizning firoqingizga chiday olmadim. Boshqa imkoniyatim qolmadi. Hamma narsani, hatto ust-boshimni ham tashlab, sizning yoningizda bo'lish uchun huzuringizga keldim, ey Allohning rasuli. Rasululloh undan xursand bo'ldilar va unga jannatdagi kiyim-kechaklar haqida bashorat berdilar. Uning ismini Abdulloh Zulbijadayn deb o'zgartirdilar. Abdulloh Tabuk g'azotida ishtirok etgan mu'minlar safida edi. Ey Allohning rasuli, Allohga duo qilib, meni Allohning yo'lida shahid maqomida vafot ettirishini so'rab berasizmi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni tinchlantirdilar va unga agar jangga ketayotganda isitma bilan yoki otdan yiqilib o'lsa ham shahid maqomida bo'lishini xabar berdilar. Jang qilib mushriklar qo'lida o'lish shart emas, dedilar. Uning isitmasi bor. Sovuqdan qaltirayapti. Bo'lmasa sen uning yonida qol. Men borib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xabar beraman. Ey Allohning rasuli, Abdulloh Zulbijadayn juda qattiq isitma qilyapti. Rasululloh Zulbijadaynning betobligi haqida eshitib qattiq mahzun bo'ldilar va darhol uning yoniga bordilar.